1-oktyabrga ustozga sovg'a pul. Ammo olib kelsang ustoz xursand bo'ladilar. Ertaga olib kelaman bo'ldi. 78, 79, 80. Sardor bersa to'liq bo'ladi. Nima qilamizki? Mana men olib keldim. Men sovg'a ketdim bo'lmasa. Ya men ham boray. Sen darsga kir, bizdan so'rasa sababli deb qo'y. Bitta savol aylaylik. Puling bormi? Sovg'ani pul bor-ku. Sog'iga yetmaydi. Xavotirma, pul ko'p bo'ladi. Yetadi. Shahboz men ustozga pul olib keldim. Pullar to'liq bilan sovg'a olamiz endi. Kontrga boraylik. Pul yo'q-ku. Ke. Ha, yedingmi? Men och qolim hot-dog yemaymizmi? Puling bormi? Men sovg'ani. Xavotirma, pul yetadi. Ish qilib yetsin-da. Yetadi. Ustoz 1-oktyabr ustoz murabbiylar kuniga bag'ishlab sizga sovg'a oldik. O'g'ri bo'libsizlar-da. Sovg'ani beringlar. Sovg'a bor. Ishonch do'konlarida ustoz va murabbiylar kuniga bag'ishlab zo'r yangilik bo'lgan ustoz. Ustoz va murabbiylarimiz ishonch do'konlariga kelib 2 millionlik xarid qilsa, kafolatlangan sovg'a beriladi. Agar 4 millionlik xarid qilsa, 2 ta sovg'a beriladi. 6 millionlik xarid qilsa, 3 ta sovg'a beriladi. Unaqada hozir xarid qilaman. Ustoz xijolat bo'lmay bemalol olavering. Pulini yig'ib qo'yganmiz bolalar bilan. Ha bolalar? O'lib ket, o'liblar ketgan bitib yurmay, maylimi?